Salom tang xola. Salom. Kvartiranın pulini qachon berasan? Beraman. Hali pulim biroz kamroq edi. Tez bo'l, yurmasdan ko'proq. Ish topgin. Begona shahar bo'lsa, yurishingni qara. Buni bilaman. O'zim ham shuni o'ylayman. Ey xudo, bir ish topmasam bo'lmaydi. Salom qo'shni. Hatto qaramaydi ha. Tavba. Nima qilsam bo'larkan? Ba'zan inson hayotida hamma narsani yangidan boshlashga to'g'ri keladi. Men ham eski hayotimni tashlab Los-Santos shahriga keldim. Bu shaharda meni hech kim tanimaydi, hech kim yordam bermaydi. Faqat bitta narsam bor. Bu meni orzular. Mana bu eski sholdara qarovimdan boshqa hech narsam yo'q. Let's go. Xo'sh, qayerga boramiz? Bosh boqqan tomonga borarman. Birinchi kunning o'zidayoq Qoch yo'ldan. nega so'kasiz axir? Yo'lni bir cheturman. Tavba. Nega odamlar buncha qilib badjahl? Shu yerdan sekin qaytib olsam, ana birinchi kunning o'zidayoq shuni tushundimki, bu shaharda pul topmasang, hech kim seni kutmaydi. Uy uchun pul kerak, ovqat uchun pul kerak. Shuning uchun qanday bo'lmasin, ishlash O'g'ayni ko'zingga qarasangchi. Hozir borib, mana bu aravani ham biroz remont qilish kerak. Hamma o'z ishi bilan band. Amerika sehrli diyor. Ammo it senga qaramaydi, it. Xullas, kartadan keyingi mana shu svetofordan unga qaylarkanman. Milisalar bor yo'lda. Hozir borib mashinamni to'g'rilayman. Shu yerdan chapga mana turibdi. Gazimizni buzib qo'yishibdi. Salom yigitlar. Salom, ko'zing ko'rma. Ana yerda garaj bor. Salom, haligi men ana bu yerda garaj bor deyapman. Yo'qayda. Xo'p, uzr. Tavba qildim. Munchalar qo'pol bo'lmasa bular. Mana bu yerda garaj. Kunarli. Hozir kirib mashinamizni zapchastlarini to'g'irlab olaylikchi. What brings you in today? Nima deydi bu? GTA 5 mini kinomizning birinchi qismi o'z oxiriga yetdi. Ikkinchi qismini kutib oling. Kanalimizga albatta obuna bo'ling, like bosing, qo'ng'iroqchani va kommentariy yozishni unutmang. Rahmat, sog' bo'ling.